Assalomu alaykum hurmatli oila kredit platformasi foydalanuvchilari. Bugun biz siz bilan platformada imtiyozli kredit olish uchun ariza berish jarayonini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda oila kredit oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish portaliga kirish lozim. Portalning bosh menyusi yordamida undagi ma'lumotlar bilan tanishish mumkin. Ariza berish tizimiga o'tish uchun portalning bosh menyusida joylashgan ariza yuborish tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi. Ariza yuborish tugmasini bosishingiz bilan kredit olish istagini bildirgan aholi uchun o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish majburiyati qo'yiladi. Mazkur havolaga o'tganda o'z-o'zini band qilib mehnat stajini yurgizish uchun ma'lumotlar beriladi. Ushbu havolaga kirib lavhani tomosha qilish tavsiya qilinadi. Unda qanday qilib o'zini o'zi band qilish haqida tushunchaga ega bo'lasiz. Kredit olib faoliyatini rivojlantirmoqchi bo'lgan har bir fuqaro o'zini o'zi band qilib mehnat stajini yurita olishi mumkin. Agar fuqaro o'zini o'zi band qilgan shaxs bo'lsa, OK tugmasini bosib ariza berishi mumkin. Agarda fuqaro ilgari ushbu kreditdan foydalangan bo'lsa, tizim uning ma'lumotlarini topib ariza berish imkoniyatini cheklaydi. Chunki avval kredit olmagan aholi tadbirkorlik subyektlarini qamrab olishi, ya'ni bir shaxsga qayta emas, aksincha har bir fuqaroga oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoniyatini berish va shu orqali har bir xonadonni qo'shimcha daromadli qilib, xonadon sharoitini yaxshilash dasturning asosiy maqsadi hisoblanadi. Agar fuqaro bu kredit turidan avval foydalanmagan bo'lsa, pasport ma'lumotlari kiritilganda ism-sharifi avtomatik tarzda ekranda paydo bo'ladi. Shundan so'ng qonun doirasida fuqaroning ma'lumotlarini tekshirish uchun qonun talablari doirasida ma'lumotlarimdan foydalanishga roziligimni bildiraman tugmasini faollashtiradi va davom etish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng arizachining yashash manzilini kiritish bo'limiga o'tiladi. Unda arizachining tug'ilgan viloyati va tuman avtomatik tarzda namoyon bo'ladi. Agarda uning yashash joyi o'zgargan bo'lsa, manzilni o'zgartirish uchun tanlash imkoniyati beriladi. Portaldan yillar davomida foydalanish mumkin. Shu davrda arizachining yashash manzilidagi ko'cha nomi o'zgarib ketish ehtimollari bor. Bu borada yechim berilib, agarda ko'cha nomi chiqmasa, boshqa bo'lim tanlanadi va ko'cha nomini qo'lda kiritish imkoniyati beriladi. Arizani to'ldirish paytida biror xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsa, har bir qadamda orqaga qaytish tugmasi mavjud bo'lib, ortga qaytib xato ma'lumotlarni tahrirlash imkoniyatlari bor. Barcha ma'lumotlar kiritilib, to'g'riligi tekshirilgach, davom etish tugmasi bosilib, jarayon davom ettiriladi. Ariza beruvchi ma'lumotlarni to'ldirish davomida pul o'tkazib, shartnoma qilish imkoni bo'lmagan xom ashyo mahsulotlarni naqd pul yoki plastik kartaga xarid qilish uchun naqd yoki plastik karta bandlarini ham tanlashi mumkin. Bunda ikkala bo'limni birdaniga tanlash imkonsiz. 5 million so'mgacha bo'lgan naqd pul qismini yoki 10 million so'mgacha mablag'larni plastik kartaga o'tkazish turidan birini tanlab, ariza shakllantirish mumkin. Ma'lumotlar to'la kiritilgach, davom ettirish tugmasi bosilib, daromadlar qismiga o'tiladi. Hamma ma'lumotlar kiritilgandan so'ng loyihaning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari avtomatik tarzda shakllanadi va arizani tayyorlash tugmasini bosish orqali ariza matni tayyorlanadi. Ariza tayyorlanganda matnda mahallaga biriktirilgan hokim yordamchisining ism-sharifi, telefon raqami va arizani ko'rib chiqish muddati haqida ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Arizada avvalo arizachining telefon raqamiga ulangan Telegram botga RS Informer orqali arizangiz qabul qilinishi uchun quyidagi havola orqali elektron hujjatni tasdiqlang matnidagi xabarnoma keladi. Telegramga kelgan kod raqamlari Telegram kodi deb yozilgan oynaga yoziladi va tasdiqlash tugmasi bosiladi. Arizachi kelgan kod bilan arizani tasdiqlagandan so'ng arizangiz qabul qilindi matnli xabari keladi. Ariza sanasi va raqami haqidagi ma'lumotlar ko'rinish beradi. Arizachi biror sabab tufayli arizani rad qilish istagida bo'lsa, ariza matnini ochib bekor qilish tugmasini bosadi. Arizani bekor qilish kodi keladi. Kelgan kod so'ralgan joyga kiritiladi va ariza bekor qilinadi. Ariza beruvchi fuqaro o'z arizasining holatini tekshirib turishi mumkin. Buning uchun oila kredit portalidan ariza holatini tekshirish oynasi bosiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.